Hurmatli do'stlar, bugun biz moshinning ichida uxlaymiz. O'rtoqlar, samonimiz yo'q, bizga so'mga zapravka qilib berishmayapti. No degan joyi bor. No degan joyi. No degan joyini Behruz aytsin. No degan joyi nima kelganimizda? Bugun biz siz bilan Tojikistonning qadimiy va sirli maskanlaridan biri bo'lgan Istaravshan shahridagi aynan o'sha ko'rib turgan tepaligingiz, ya'ni Muxtepaga chiqamiz. Biz anchagina mehnat qildik. Sizdan bir dona like bosib obuna bo'lish uchun bor yo'g'i 5 sekund vaqtingiz ketadi. Rahmat. Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Biz Istaravshan Muxtepadamiz. Hurmatli o'rtoqlar, bu atmosferani ko'rib men til bilan sizlarga ta'riflab bera olmayapman. Ushbu holatni biz kamerada ko'rsatib beramiz. Ozgina bo'lsa ham diqqatingizni bir joyga jamlang va mazza qilib tomosha qiling. Muxtepa Istaravshanning eng qadimiy tarixiy yodgorliklaridan biri. Tarixiy manbalarga ko'ra, Muxtepa Buyuk Ipak yo'li bo'yidagi muhim maskanlardan biri bo'lgan. Bu yerda savdo-sotiq rivojlangan, hunarmandchilik gullab yashnagan va ko'plab sayohatchilar aynan shu hudud orqali o'tishgan. Hurmatli o'rtoqlar, shunchaki ertakka o'xshaydi. Tafakkur qiling. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Bugungi kunda Muxtepa nafaqat tarixiy obida, balki Istaravshanning ramzlaridan biri hisoblanadi. Tepalik ustidan qaralganda butun qadimiy shahar va uning go'zal manzaralari ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Bu joy tarixni sevuvchilar, sayyohlar va foto ixlosmandlari uchun alohida qiziqish uyg'otadi. Agar siz Istaravshanga borsangiz, albatta Muxtepaga tashrif buyuring. O'rtoqlar, sizga ushbu shahar haqida to'liq ma'lumot bera olmagandirman, lekin go'zalligini ko'rsatishga harakat qildim. Sizdan iltimos, sizdan bor yo'g'i bitta obuna bo'lish, like bosish va izohlarda o'z fikringizni qoldirish. Rahmat, sog' bo'ling, kanalimizni kuzatishni davom eting. Assalomu alaykum, taassurotlar hozircha bo'ladi, yaxshi. No degan joyi bor. No degan joyi. No degan joyini Behruz aytsin. No degan joyi nima kelganimizda? No degan joyi hammasi yaxshi hozircha. Nosini ayt. Nosini ayta olmayman. Uni o'zlarining adilni keyin aytaman. Nosi musaffo osmon ostida eshiklarni ochib moshinada uxlaymiz-da, iloji yo'q. Qarindosh urug'ing bo'lmasa, bu gostinitsaga borgilaring kelmasa. Hurmatli do'stlar, bugun biz moshinning ichida uxlaymiz. Musaffo osmon ostida. Da. Boradigan joyimiz yo'q.
O'rtoqlar, samonimiz yo'q. Bizga so'mga zapravka qilib berishmayapti. Musofir biz desak ham